Hammaga salom. Ramazon oyida mushak massasini oshirish mumkinmi? Shu savolga bugun javob topishga harakat qilamiz. И как обычно, ilmiy tomondan yondashamiz. Итак, cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Birinchi tadqiqot ko'rib chiqamiz. Bu yerda imенно natural bodybuilderlarni tadqiqot qilishgan. 16 ta bodybuilder ikkita guruhga bo'lishgan ularni. Birinchi guruh fast. Bu iftordan 1-2 soat oldin trenirovka qilishgan, to есть och qoringa. Fat guruhi va 8 ta odam iftordan keyin 2-3 soatdan keyin ovqat yeb, keyin trenirovka qilishgan. Trenirovka hafta davomida 4 marta bo'lgan. 10 ta повторdan ishlashgan har bitta guruh, progressiv перегрузка. 10 tadan уже ziyod qila olyaptimi, обязательно вес oshirilgan. Shunday davom etishgan. Podxodlar orasida 2-3 minut dam olishgan. Itak mana buni guruh ishtirokchilari, ko'rsatkichlari, yoshlari ko'rib turibsizlar. 25 yoshdan где-то 25 dan 28 gacha. Vaznlar mana 80 kilodan 85-86 gacha. Bo'yni uzunligi mana где-то 180 gacha. 180 dan ziyod emas. Bu BMI, bu indeks massasi tela, yog' foizi 17%, 16%. Yog'siz tana vazni shuncha. И qancha trenirovka qilishgan, то есть уже bular совсем новичок emas, опытный. Kimdir 2 yil trenirovka qilgan, kimdir sal 2 yildan ziyodroq trenirovka qilishgan. И mana ko'rsatilyapti bu yerda приседания bilan и jim лежа 10 martaga qancha ko'tarishgan. Например, mana bu 10 повторный maksimum. Mana 100 kilo, kimdir 100 kilodan ziyod ko'targan, mana ko'rib turibsizlar. Jim лежа mana где-то 75 kilo, bu yerda 68 kilo. Xullas, mana shunaqa ko'rsatkichlar bo'lgan tadqiqotning boshida. Itak bu anoga ovqatlanishga oid bo'ladigan ko'rsatkichlar. Bu ro'zadan oldin bu guruh qancha kaloriya yegan. Mana ko'ryapsizlar, почти одинаково 3400-3500. Bu oqsil miqdori, kunlik oqsil miqdori. 125 plus minus 10 gram, bu yerda 133. И уже Ramazon paytida mana shu odamlar qanday yeyishgan. Почти kaloriyasi o'zgarmagan, faqat fat guruhi iftordan keyingi trenirovka qiladigan guruh где-то 200 kaloriya mana shu yerga qo'shgan. Plus-minus hammasi одинаковый. И anularga o'tamiz, ko'rsatkichlarga o'tamiz. Bu tadqiqotni minus tomoni, minus tomoni nimada? Protsent jira, to есть yog' foizi, mana bu kalipometriya. Teri qatlamini skladkalarda o'lchaydi-da, spetsialno bilan. Bu o'zi ilmiy tadqiqotlarda, yaxshi sifatli ilmiy tadqiqotlarda bu o'zi metod qo'llanmaydi. Bu o'zi dinozavrlarning metodi deb hisoblanadi. Shuning uchun biz nimalar mutaxassislar birinchi navbatda mana shu tadqiqotni sifatini ko'rishimiz kerak. Bu o'zi tadqiqotga natijalariga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni inobatga olsa bo'ladimi, yo'qmi? Уже mana shuni ko'ryapmizmi? Уже bilishimiz kerak. Ilmiy tadqiqotni sifati ancha past. Nimaga? Потому что mana bu yog' foizini, keyin yog'siz tana vaznini уже qandaydir formulalar bo'yicha o'lchayapti. Bu yomon emas, qandaydir kontrol bor. Biz mutaxassislar mana shu metodda ishlatamiz, lekin ilmiy tadqiqotlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu metod juda ham past sifatli hisoblanadi. Shuning uchun mana qizil ramkaga chiqarib qo'ydim, hisobchilarda tushunchalaring paydo bo'lishi uchun. Denstometriya degan narsa bor, ilmiy tadqiqotlarda shunaqa apparat bor, MRT ga o'xshagan. Keyin nima?
biopsiya degan bor. Endi mushak tolasini sug'urib olishadi mushak guruhidan. Va shunaqa nimalar bo'lsa, metodlar bo'lsa, уже более-менее точныйroq tadqiqotlarni natijasini biz tahlil qilsak bo'ladi. Bu tadqiqotda mana shunaqa ancha sifati past, lekin nimasi yaxshi, более-менее bu yerda ham ovqatlanishda ham bular kontrol qilishmaganda, просто har oy, то есть hafta anaqa dnevnik питания bo'lgan, kaloriya hisoblangan, shu narsalarni ko'rib chiqib qilgan. То есть уже tadqiqotda ishtirok etadigan odamlarni bo'yniga qo'yib berishgan bu narsani. Bu ham past darajada hisoblanadi, chunki ovqatlanishda boshqa tadqiqotlarda, sifati yaxshi tadqiqotlarda tadqiqotchilar o'zlari kaloriyalarni hisoblab beradi, boshqa ovqat yeyilmaydi. Bu yerda unaqa bo'lmagan. Tadqiqotda ishtirok etadigan odamlar o'zi pitaniyasini kontrol qilgan. Bu yana bitta minus. Общий tadqiqotda oladigan bo'lsak. No, хотя бы qandaydir kontrol bor. Shunaqa tadqiqotlar bo'ladiki, umuman kontrol qilinmaydi ovqat. Bu yana minus. Xullas, mana ko'ramiz, bu yerda body mass, tana vazni почти o'zgarmagan. Bu ro'zadan oldin, bu ro'zadan keyin. Mana och qoringa iftordan oldin trenirovka qiladigan guruhda ham shunaqa nima bo'lgan, natija o'zgarmagan. Mana bunda ham shunday. Iftordan keyin trenirovka qiladigan odamlar shu guruhda. Yog' foizi ham shunday. Bu yerda ozmas pasaygan, bu yerda ham ozmas pasaygan yog' foizi. Yog'siz tana vazni. Shunday ko'rsatishlar почти плюс-минус одинаковый. Yo'q. Эффекти yo'q. Итак, tadqiqotchilar xulosalari. Гипертрофическая тренировка натощак или в сытом состоянии во время Рамадана не влияет на массу тела и состав тела бодибилдеров. То есть aytishyapti. Iftordan oldin trenirovka qilasanmi, iftordan keyin trenirovka qilasanmi, farqi yo'q deyapti. Tana vazning, yog' foizing tushmaydi ham, ko'tarilmaydi ham, mushak massang o'smaydi deyapti. Mana birinchi tadqiqot shu narsalarni ko'rsatyapti. Ko'rdik-a? Minus tomonlarini aytib o'tdim bu tadqiqotda. Итак, ikkinchi tadqiqotga o'tamiz. Время проведения силовых тренировок во время поста Рамадан, их влияние на мышцы сил и гипертрофию. Bu yerda ham shunday. Bu yerda уже bodybuilderlar emas, тоже sportsmenlar. 40 ta erkak, bu Yegiptda кажется bo'lgan bu. Yo'q, Tunisda bo'lgan bu, Tunis. 40 ta erkak, bu yerda ham shunday. 20 ta odam iftordan 1-2 soat oldin trenirovka qilishgan, 20 ta odam iftor qilib, keyin уже 1-2 soatdan keyin trenirovka qilishgan. Bu yerda ham 4 mahal trenirovka, 12 повтор, bu yerda ham progressiv перегрузка и podxotlar orasida dam olishgan. 2 minut. Da, yana bitta narsani esimdan chiqdi aytishga. Bu yerda trenirovочный programma чисто mana bu split programma bo'lgan. То есть mushak guruhi haftada bir marta rag'bat olgan, trenirovka qilingan. Biz уже specialistlar bilamiz, sizlar bilasizlarmi yo'qmi? Mushak guruhi haftada как minimum 2 marta rag'batlantirish kerak, чтобы mushakdagi sintezni hafta davomida yuqori pog'onada ushlash. Shu bir marta qilyapsanmi, уже optimal emas. То есть уже 3-chi bu yerda minus programma, trenirovka programmasi optimal tuzilmagan. Bu yerda esa более-менее optimal tuzilgan, mana 4 mahal qilingan. Har bitta mushak guruhi 2 martadan rag'bat olishgan. No, и то analiz qilganimizda podxotlar soni juda ham ko'p. То есть shikastlanish trenirovka paytida shikastlanish juda ham ko'p bo'lgan. Shunaqa tadqiqotlar ham afsuski shunaqa tadqiqot ko'p. Imенно programma ko'pchilik mutaxassislar, tadqiqot qiladigan mutaxassislar bu fiziologiya, biomexanika tomonidan juda ham nimalari, imенно trenirovkada oladigan bo'lsak, bilimlari yetarlicha, наверное, yetarlicha bo'lmaydi. Shuning uchun
tadqiqotda dizayni, aynan trenirovkani programmasi juda ham optimal bo'lmaydi-da. Shuning uchun tadqiqotlarda natijalari ham shunga yarasha bo'ladi. Agarda, например, trenirovka programmasini ham optimal qilganda tadqiqotda nimalari, natijalari boshqacha bo'lishi mumkin edi. Shunaqa minus tomonlari ham bor. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak. Mana bizga tadqiqot ko'rsatdi, tadqiqot qilingan qandaydir temaga, natijalari shunaqa bo'ldi, unaqa deb ayta olmaymiz. Nimaga? Chunki har bir tadqiqotni sinchkovlikdan ko'rib chiqib, analiz qilish kerak. Bu o'zi to'g'ri qilinganmi, dizayni qanday? Mana birinchi tadqiqotni ko'rsatdim sizlarga, qancha minuslari bor. Agarda odamda yetarlicha bilimi bo'lmasa, tadqiqotni analiz qila olmaydi. Prosta aytadi, mana tadqiqot qilingan, natijasi shunday bo'lgan. Unaqa tadqiqotlar, sifati past tadqiqotlar juda ham ko'p. Qanday tadqiqot bo'lmasin, bizga u 100% nima berilmaydi. Javob bermaydi. Mana shunaqa narsani, mana shunaqa qilishing kerak deb. Chunki u tadqiqot qilingan odamlar genetikasi boshqa, sharoiti boshqa, qanday texnikada ko'targan, например, atkazga yaqinmi, yo'qmi? Juda ham ko'p parametrlar bor-da, u narsalarni inobatga olishimiz kerak. Shuning uchun bizga tadqiqot faqatgina yo'nalish ko'rsatishi mumkin, vektor. Shu yo'nalishda ustida yana ham chuqurroq izlanib, yana ham ishlab, qandaydir o'zimizga kerakli bo'lgan savolga javob topishimiz mumkin. Xullas, umid qilamanki, tushuncha paydo bo'ldi. Nimaga? Tadqiqotlarga 100% ishonish kerak emas. Chunki juda ham ko'p parametrlar sifati past bo'lishi mumkin. Itak, bu yerda plus minus hammasi normalniy. Nimada? Anoda olamiz. Nima deydi? Trenirovkani hozir nazarda tutyapman. Как minimum 2 marta hafta davomida mushak guruhiga rag'bat berilgan. Bu уже optimal. Itak, boshida bir hafta hamma guruh trenirovka qilishgan roza boshlangan. Rozadan keyin 15 kundan keyin nima qilishgan, hozir ko'rsataman. Bular mana shunaqa UZI qilishgan. Уже bu yerda kalipometriya emas, santimetr bilan o'lchashmagan, именно UZI qilishgan. Bu уже birinchi tadqiqotga qaraganda sifatini ancha nima ko'taradi. Tak. Keyin roza tugagandan keyin yana UZI qilishgan, ko'rishgan, qanaqa o'zgarishlar bor. Keyin roza tugagandan keyin 21 kun yana trenirovka davom ettirishgandagining уже keyin yana UZI qilishgan. Mana shunday. 3-4 har bitta mashqda 3-4 podxod qilishgan. 75-85% ves bilan. Agarda, например, 100 kiloni bir marta ko'tara olsa odam, 75-85 kilo veslar bilan ishlashgan. Prosta anaqa tushunchalaring paydo bo'lishi uchun shuni primer qilyapman. 2 minut dam, между подходом 2 minut dam. Nimalarga o'tamiz? Ovqatlanishga o'tamiz. Mana qaranglar. Tak, oqsil miqdori. Bu fast, bu iftordan oldin trenirovka qiladigan, fat bu iftordan keyin. 18%. Общий kaloriydan oladigan bo'lsak 18%. Rozadan oldin, roza boshlangandan keyin mana 19-18 plus minus hammasi одинаковый. Bu yerda ham shunday. Углевод тоже 47%, 45, 46 plus minus 1. Bu guruhda ham shunday. Nima? Yog' bo'lgan foiz. Общий umumiy kunlik kaloriyadan foizlari bu. Mana kaloriyalari. Mana 3470. Короче, plus minus hammasi 1. 3 plus minus hammasi 1. Bu yerda ham tadqiqotchilar o'zlari ovqatni berishmagan. Bu yerda ham shunaqa nima? Pitaniya dnevnigi bo'lgan. Har hafta tekshirishgan bular. Kaloriyasini hisoblab. Bu ham уже
Bu tadqiqotda minus tomoni. Endi bu narsaga ham pul kerak, tadqiqotchilarni tushunsa bo'ladi. Buni постоянно kontrol qilish uchun ovqatga pul berish, nima qilish kerak? Spetsialistlarga pul, to есть tadqiqotga ketadigan mablag' qancha katta narsa kerak-da. Shuning uchun mablag' bo'lmagandan keyin mana shunaqa yo'l tutiladi. Lekin bu odamlarga ham rahmat, xuddi qandaydir tadqiqotlar chiqyapti, bizga shunaqa ma'lumot bor. Lekin kallada tutishimiz kerak, bu bu tadqiqotda minus tomon. To есть 100% bular tadqiqotchilar kontrol qilishmagan, faqat mana ishtirokchilarni bo'yniga qo'yishgan. U yerda 40 ta odam men shunaqa yedim deb yozishi mumkin, hisoblashi mumkin, masini, например, toroziga qo'yib. Kimdir hisoblamay просто от фонаря yozib qo'yishi mumkin. Endi biz faqatgina shu tadqiqotda ishtirok etadigan odamlarda faqat gapigagina ishonamiz bo'ldi. O'zi shundaymi, po faktu yo'qmi biz bila olmaymiz. Mana shu minus tomon. Tak, endi nima bizda? Tak, pitaniyani ko'rib chiqdik. Mana bu yerda ham har bitta anosini zonani belgilashgan, shu yerda UZI qilishgan. Ультразвук bilan. Mana записывались 4 раза. Перед Рамаданом T0, 15 kundan keyin T1, 29 kundan keyin T2, 21 kundan keyin T3. И natijalar qanaqa? Не было неблагоприятных эффектов на гипертрофию бицепса и квадрицепса в двух исследуемых группах. То есть бицепс bilan kvadritsepsni bular nima qilishgan, o'lchashgan UZI bilan mushak o'sishiga, mushak ketishiga umuman aloqasi yo'q deyapti. Sen trenirovkani och qoringa qilasanmi iftordan oldin, или iftordan keyin mushaging o'smaydi ham ketmaydi deyapti bular. В этом исследовании мы не обнаружили существенных различий в общем потреблении энергии и белка в двух исследуемых группах во время эксперимента. Endi yana ham bu narsaga qaytamiz. Bular o'zlari kontrol qilishmagan. Bu faqatgina ishtirokchilarni pitaniya dnevnigiga yozgan ma'lumotga tayanib shunaqa aytishyapti. Таким образом, отсутствие прироста мышечной массы в данном случае возможно объяснять изменением окисления белка и глюкозы во время истощения гликогена в печени. То есть nimaga o'smadi degan savolga bular och yurgan paytimiz kun davomida trenirovka qilasanmi, trenirovka qilmaysanmi, короче, och yurgan payting. Energiya sifatida oqsil окисление bo'ladi и glyukoza. Glikogenda endi bizda qand miqdorimiz tushadi-ku, och paytimiz, bizga ovqat yemaymiz-ku. Bizda organizmimiz qondagi glyukozani, qandni постоянно bitta уровеньda ushlash kerak. Agarda bu yoqdan kelmayaptimi, bizda jigarimizda постоянно glikogen bor. Nima uchun? Mana shu именно shu glikogen qondagi qand miqdorini, glyukozani podдержка bitta уровеньda saqlashga yordam beradi. Agarda ovqat orqali kelsa, u glikogen ishlanmaydi. Agarda ovqat orqali kelmasa, постоянно qand miqdori bitta joyda turishi kerak. Gomeostaz deyiladi. Shu glikogen, jigardagi glikogen ishlanadi, glyukoza sifatida qonga boradi. Bitta nimada pog'onada ushlab turiladi. Shuning uchun bular aytayapti. Bular bu 100% broneboyniy nima emas, fakt emas. Bular taxmin qilishyapti. Может быть, shunaqa deyishyapti. Мышечные белки, а не глюкоза, использовались для метаболизма, чтобы поддерживать энергию, используемую другими органами, сердцем и мозгом во время голодания. Ovqat kirmayapti-ku deyapti. Shuning uchun bizda organizmimiz именно mushak massasini parchalab energiya sifatida shu aminokislotalarda energiya glukoneogenez deyiladi. Buni bizda jigarimiz qilib beradi. Glukoneogenez yordamida mushak tollarimizda
parchalab shu aminokislotalarda energiya sifatida ishlatgan deyishyapti. Mana bu bizni ichki a'zolarimiz, yurak, bizni buyrak, boshqa juda ham ko'p nimalar, proseslar bo'ladi, metabolizm proseslari, uning uchun постоянно energiya kerak. Har soniyada bizda qandaydir proseslar bo'ladi organizmimizda. Uning uchun energiya kerak. Energiya kirib kelmasa, bular aytayaptiki, mushakda oqsillari nima raspad bo'lib, glyukoneogenez yordamida energiya sifatida ishlangan deyishyapti. Bu ham taxmin. Bu 100% fakt emas. Nimaga o'smadi degan shunaqa nimalar xulosa qilyapti bular. Кроме того, обезвоживание во время голодания также может негативно влиять на рост, поскольку снижение потребления жидкости может изменить концентрацию в сыворотке белков и гормонов, связанных с синтезом мышечного белка. Именно suyuqlik kam, shuning uchun mushakdagi sintezga bu aloqasi bo'lishi mumkin, shuning uchun gormonlarga, shuning uchun mushagimiz o'smadi. Mana shunaqa 3 ta taxmin qilishyapti bular, bu fakt emas. Shunaqa taxmin qilishyapti. Men sizlarga 2 ta tadqiqot ko'rsatdim. Ikkovida ham minuslari bor. Afsuski shunaqa tadqiqot yo'q. Yo'q, bitta tadqiqot bor edi, 2024-yilda chiqqan. U yerda densitometriya, bitta plus tomoni bularga qaraganda densitometriya, lekin u yerda umuman pitaniya kontrol qilinmagan, umuman. Даже shunaqa dnevniklar bo'lmagan. Bu yerda хотя бы plus minus, tak, bu emas. To'xtanglar, mana buni ko'rsatmadim-ku sizlarga. Mana bu nimalar? Mana bu kesa quadriceps, mana bu biceps. Anosi uzidi ko'rsatkichlari. Bu slaydni ko'rmabman. Qaranglar, mana 60 bicepsga o'tamiz. Yo'q, bu quadriceps. Ro'zadan oldin 69 edi, например, mana iftordan oldin trenirovka qiladigan guruhda 69, 70 deylik. Ro'za tugayapti, qaranglar, 68 bo'lyapti. То есть уже minus. Lekin ro'zadan keyin yana 21 kun trenirovka qilyapti, o'syapti. Bu yerda trenirovka iftordan keyin trenirovka qiladigan guruh 70 edi, 72 bo'lyapti, o'syapti bu yerda quadricepsi. Lekin ro'zadan keyin yana 21 kundan keyin tadqiqot o'lchashyapti, 76 bo'lyapti. Bu quadriceps. Biceps. Tak, fast guruhida iftordan oldin 20 edi, ro'zadan oldin 20 bo'lib qoldi. Oz-moz o'sish bo'ldi, no 21 kundan keyin ro'zadan keyin yana o'sgan. Bu yerda ham shunday. Iftordan keyin trenirovka qiladigan 20 edi, почти o'zgarish yo'q, lekin 21 kundan keyin yana oz-moz o'sgan. Mana shunaqa ko'rsatkichlar. Endi tadqiqotda bu общее среднее-da bu har bitta odamda olib qilinmagan. 20 ta guruh bo'lgan-ku har bitta odamniki. Har bitta guruhda 20 ta odam bo'lgan. Shuning uchun o'rtacha ko'rsatkichlarni bu yerga qo'yapti. Kimdadir вообще minus bo'lishi mumkin, kimdadir naborot o'sish bo'lishi mumkin. Lekin tadqiqotchilar har bittasinikini emas, общий guruhnikini bu yerga yozadi. Shunaqa ko'rsatkichlar mana. Lekin mana shuni ko'rishimiz mumkin. T3 ta ro'za tugagandan keyin o'tgandan keyin nima 21 kun o'tgandan keyin shunaqa narsalar bor. Lekin bu ham o'zi densitometriya emas. Bu yerda suv bo'lishi mumkin. Suv ichish mumkin-ku o'zi kun davomida. U shunday bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi yetilmagan suv дополнительно mushakka borgan. Mushak glikogenni to'ldirgan. Lekin biz ko'rdik, tak, kaloriyasini ko'rsataylik. Mana kaloriyasi почти o'zgarmagan. Oqsil ham kaloriyasi почти o'zgarmagan. 3400 qancha edi? Bu yerda ham 3400 qancha. 10 kilokaloriya farq qiladi. Agarda kilokaloriya значительно o'zgarganida tam 300-500 biz aytsak bo'lardi. Bu yerda bular ko'p ovqat yeyishni boshladi, shuning uchun bu дополнительно qanaqadir anabolizm berdi deb. Или oqsil miqdorini ko'p yegan. Lekin mana bizda boshida 18%, bu yerda ham 18% общий kaloriynisda. Shuning uchun
da bu 100% kontrol qilinmagan, lekin bor informatsiyani agarda analiz qiladigan bo'lsak, kaloriya o'zgartirilmagan, oqsil miqdori ko'tarilmagan. Faqatgina bu suv bilan bog'liq bo'ladigan narsa bo'lishi mumkin. Mana shunaqa o'zgarishlar. Tak что mana shunaqa gap bolalar. Ikkita tadqiqotni ko'rsatdim, EQM ko'rsatyapti, mushak o'smaydi, mushak ketmaydi debdi. Ketmaydiligini o'zi biz bilamiz, chunki rag'bat bormi mushak hech qayerga ketmaydi. Lekin bu video darsda mavzusi mushak massasini o'stirish. Qanday o'stirish kerak? Hozir mana razbor qilamiz. Ita qaranglar. Bizda mushak oqsilini sintezi bor va mushak oqsilini parchalanishi bor. Bu kun davomida bo'ladi. Mushak oqsili sintezi qachon ko'tariladi? Ovqat yeganimizda trenirovkadan keyin. Bu trenirovkadan keyin rag'bat beramiz. Trenirovka jarayonida naborot parchalanish bo'ladi. Hozir buni razbor qilamiz. Trenirovkadan keyin sintez oshadi. Ovqat yeganimizda sintez oshadi. Mana shuni tushunishimiz kerak. İtak endi mana bu qachon mushak o'sadi? Mushak oqsilini sintezi va mushak oqsilini parchalanishi balans bu. Agarda balans bo'lsa, mushak o'smaydi. Sintez, например, mana bu yerda yozganman. Mana bu yerda ko'rsalaring bo'ladi. Например, mana bu ham tadqiqotdan olingan, qaranglar. 12 gram oqsil yeyilyapti bitta yeyishda, bu soat 7. Mana sintez oz-moz ko'tarilyapti, raspad tushyapti, parchalanib tushyapti. Keyin vaqt o'tyapti-dagining nima? Sintez tushishni boshlayapti-dagining parchalanish ko'tarilyapti. Soat 12 da o'sha 5 soatdan keyin. 12 da o'sha ko'proq oqsil yeyilyapti. Endi bu yerda qandaydir ovqat, lekin shu ovqatning ichida 20 gram, bu yerda 12 gram oqsil edi, bu yerda 20 gram. Yeyilyapti-dan sintez yana ko'tarilyapti. Bunga qaraganda ko'proq ko'tarilyapti. Nimaga? Chunki bu yerda oqsil miqdori ko'proq yeyildi. Qanchadir vaqt o'tyapti, mana bu yerda 12 edimi, bu yerda 6,5. To'g'ri 6 soat qancha o'tyapti? Sintez yana tushdi, boshlab bu yerdan tushdi. Bu yerda parchalanish ko'tarishni boshlayapti. 40 gram oqsil yeyilyapti bitta ovqatda. Sintez yana ham ko'tarilyapti. Mana bizga bu nimani ko'rsatadi? Oqsil miqdorini qancha ko'proq yesang, shuncha sintez ko'tariladi. Mana bu уже mana 9,5 gacha yana tushdi boshlayapti. Bu yerda 10 gram yeyishyapti, sintez deyarli ko'tarilmayapti, tushib ketyapti, parchalanish ko'tarilyapti. Mana bu grafik bizga ko'rsatyapti. Mana bu MPC bu sintez, MPB bu parchalanish. Mana bu balans, mana ko'ryapsizlar, mana bu sintez, mana bu parchalanish. Biz agarda mana shu yerda ko'rsatganman, qaranglar. Agarda balans neytral bo'lsa, aytaylik kun davomida biz 50 gram sintez qildik. Endi anoga qaramanglar. Ko'rsatishga qaramanglar. Bu prosta havodan olingan, bu prosta raqam, havodan olingan. Shu sizlarda qandaydir tushuncha paydo bo'lishi uchun. Sintez aytaylik kun davomida biz ovqat orqali, trenirovka orqali 50 gram sintezni qildik. Agarda parchalanish ham 50 gram bo'ladigan bo'lsa, gipertrofiya 0. Balans neytral bo'ladi. Agarda sintez 50 bu parchalanish 55 bo'lsa, salbiy balans -5 gram, значит mushak massamiz ketadi. Agarda sintez 50 gram parchalanish kam bo'lsa, например, 30 gram, 20 gram, ijobiy balans, значит gipertrofiya. Именно mana shu yerda gipertrofiya bo'ladi, bizda mushagimiz o'sadi. To'g'ri, biz tushunishimiz kerak. Biz kun davomida shunaqa qilishimiz kerakki, bizdagi balans, oqsil balansi ijobiy bo'lishi kerak. Shu paytgina bizda gipertrofiyaga bo'ladigan usloviya paydo bo'ladi. Shuning uchun mana yangi tushuncha, bu oqsil balansi. Shu narsani kallada tutishlaring kerak. Hozir dalshi bu temani rivojlantiramiz. Itak, qaranglar, oqsil miqdori, sifati va mushak oqsilini balansi. Mana bu grafik, допустим, bu hozir mana ro'zaga aloqador bo'ladigan grafik.
oqsil miqdori va sifati. Mana bu grafikda ilmiy tadqiqotdan olingan keyin ko'rib chiqamiz. Keyingi slaydda hozir просто mana buni ko'rishlaring kerak. Допустим, bitta bola mana saharda soat 5 da, например. Saharda ko'proq bitta yeyishda ko'proq oqsil yedi, sifati yuqori bo'ladigan oqsilni yedi. Sintezni ko'ryapsizlarmi? Qanday katta bo'ladi. Aytaylik soat 10 gacha. 5 soat sintez ushlanib turiladi. Katta, ko'p sintez va uzoq davomida. Qandaydir bola kam yedi iftorda, to есть saharda oqsil miqdorini, sifati pastroq. Shuning uchun 3 soat davomida shunday bo'ladi, ichishni boshlaydi. Iftorlikkacha по-любому biz ovqat qabul qilmaymiz, ushol. Parchalanish ketdi. Bu yerda ham shunday parchalanish, bu yerda ham shunday parchalanish. Iftor qilamiz. Ikkita bola ham bitta nimada vaqtda iftor qiladi. Hozir bu yerda hali trenirovka yo'q. Bu yerda trenirovka bo'lmagan payti razbor bo'lyapti. Tak, bu bola yana ko'proq oqsil yedi, sifatli oqsil yedi. Sintez yana ko'tariladi. Yana shunaqa ketadi. Bu bola ham shunday. Sifati pastroq, lekin kam oqsil yedi. Agarda mana shu sintez bo'ladigan shikastlar, to есть parchalanishni nima hisoblab chiqadigan bo'lsak, mana bu bolada ijobiy balans bo'lishi mumkin. Значит, gipertrofiyaga bo'ladigan условия создаваться qilindi. Bu bolada naborot, parchalanish ko'p bo'lsa, все, mushak massasi ketadi. Mana shu narsani tushunishlaring kerak. Demin agarda ovqatlanishga oladigan bo'lsak, oqsil miqdori bitta bir mahal yeyiladigan oqsil miqdori va sifati aloqasi katta. Muhim. Itak ko'rib chiqamiz endi oqsil sifati va mushaklarning anabolik javobi. Qanaqa mana bu yerda tadqiqot qilishgan. Анаболический ответ скелетных мышц на потребление растительного и животного белка. То есть o'simlik oqsillari hayvon oqsillarini tadqiqot qilishgan. Mana bu yerda grafik bor. Bu leytsin, mana bu sariq, bu oranjovoy, bu leytsin, bu EAA. Bizda organizmimizda sintez bo'lolmaydigan aminokislotalar. Именно EAA nimada bo'ladi? Faqat hayvon oqsillarida polностью bo'ladi. O'simlik oqsilda bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda yo'q, bu yerda zakrasheni bor. Itak, bizga qiziq mana bu. Mana bular ham oqsil, buni ham yeyish kerak. Lekin bizga hozir mana bu sifati yuqori bo'ladigan oqsillar qiziqroq. Itak, birinchisi eng yuqori kim? Bu whey. Mana whey, sivorotka. Anoda sutni zardobi, quritilgan sutni zardobi. Hammalaring whey proteinni bilasizlar. Mana bu whey. Whey bu sut kukunini zardobi. Leytsin shuncha aminokislotalar, nezaminimli aminokislotalar shuncha. Ikkinchi o'rinda milk bu sut. Обычный sut. Agarda meni Instagramimda protein haqida nimani ko'rgan bo'lsalaring, video darslikda 13 minut Instagramimda bor. Agarda ko'rmagan bo'lsalaring, mana kanalimga kiringlar, u yerda Instagramimga havola bor. Kiringlardan ko'ringlar, ko'rsatganman. Обезжиренный сухой молоко proteinni нереально o'rnida bosadi, ancha arzon turadi. Lekin ko'pchilikka agarda sut bilan iching ketmasa, oson bo'ladi. Iching ketyaptimi, sizlar uchun optimal bo'lmaydi. Mana tushuninglar. Oqsil sifati haqida gap ketyapti. Birinchi o'rinda whey, oqsil, sut zardobi, ikkinchisi bu sut, oddiy sut, uchinchisi kazein, 4-5 1 bu mol go'shti bilan tuxum. Bu keyin следующийsi bu baliq, treska, bu уже odamda muskuli ko'rib chiqyapti. Bu yerda leytsin, hamma aminokislota bilan nima qilingan. Endi bu bizning mushagimiz. Biz bu narsani ko'rib chiqmaymiz. Biz odam go'shtini yemaymiz-ku. Так что mana ko'ryapsizlar. Go'sht sutdan pastda turibdi. Tuxum bilan bir.
sifat bo'yicha. Sifat bo'yicha. Итак, mana хорошие источники белка приблизительно ранжированы по потенциалу наращивания мышечной массы. Mushak massasini o'stirishga yordam beradigan уже mana bu oqsil anolar manbaylari qaysi yaxshiroq? Mana birinchisi молоко и молочные продукты. То есть молоко endi ko'p icha olmaysan, сухое молоко обезжиренное, yog'siz сухое молоко optimal variant. Nerealni arzon turadi, lekin bitta minusi ichishingizni ketkazishi mumkin. Agarda laktoza ferment sizda bo'lmasa, laktoza bilan problema bo'lsa, siz uchun bo'lmaydi. Tvorog zo'r narsa. Endi mana bu sir, yogurt, grechskiy yogurt bu yerda oqsil miqdori juda ham kam bo'ladi. Ularda biz oqsil manbai sifatida ko'rib chiqmaymiz umuman. Faqatgina nimani ko'rsak bo'ladi? Сухое молоко, обезжиренный tvorog, казеин и сывороточный протеин. Всё. Mana shu номер 1, birinchi anoda turadi, pog'onada turadi. Oqsil sifati haqida gap ketyapti. Ikkinchisi bu yerda tuxum, уже красное мясо bu, mana bu mol go'shti, endi bu nima? Cho'chqa, endi bizda cho'chqa hech kim yemaydi, baranina, dich, straus, endi белое мясо, oq, bu kurka va kurining грудка shunaqalar. Baliq keyin turadi mo're produktlar bilan, и уже oxirida bu o'simlik oqsillari, soya, tofu, tempeh, boshqa nimalar. Mana ko'ryapsizlar. Hozir tushunchalari paydo bo'ldi. Qanaqa oqsil qanaqa sifatga ega. Anabalik javobi qanday? Tak. Bu oqsilda sifatiga bog'liq bo'ladigan ma'lumot edi. Endi miqdor. Eng asosiysi miqdor. Qancha senga o'zi oqsil kerak kun davomida? Buni har bitta odam bilish kerak. Afsuski ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Prosta tak ovqat deydi. Menga mana bitta kachok akam shuncha ye deydi, buni shuncha yedi. Unaqa qilinmaydi. Birinchi bilishing kerak senga qancha senga oqsil kerak. Shuni bilganingdan keyingina sen shu oqsil miqdorini taqsimlashing mumkin kun davomida. 3 mahal yeysanmi, 2 mahal yeysanmi, 4 mahal yeysanmi, uni odam o'zi rishat qiladi. O'ziga vaqtiga kelib chiqqan holda, sharoitidan kelib chiqqan holda o'zi tashkillashtiradi. Lekin birinchi navbatda qancha senga kaloriya kerak o'sish uchun, qancha senga oqsil miqdori kerak, shu narsani birinchi aniqlash kerak. Ko'pchilik buni qilmaydi. Mana menda spetsialniy shunaqa vosita instrument qilganman, mana Fitbody uzda, mana kurslarimda, dasturlarimda kim oladi, hammada shu narsa bor. Birinchi navbatda biz yog' foizimizni aniqlaymiz. Biz birinchi yog' foizimizni aniqlaymiz. Hozir hamma zamonaviy usul yog' foizini aniqlab, keyingina prosta tag emas, tana vazniga 1.6, 2 gram unaqa emas. U faqatgina dinozavr davridagi ma'lumot bu. Shunaqa usullar bu. Hozir zamonaviy, любой zamonaviy mutaxassis yog' foizi bilan ishlaydi. Любой odam. Afsuski O'zbekistonda bunaqa odamlar juda ham kam, umuman yo'q mendan tashqari. Qaranglar. Mana meni spetsial vositam bor. Bu endi erkaklar uchun. Agarda Fitbody uzga kirsalaring, u yerda bepul mana shu kalkulyator bor. Yog' foizlaringni aniqlashlaring mumkin. Mana bular chiqmaydi. Chunki bu narsaga ega bo'lish uchun qandaydir dasturimda olishlaring kerak. Yog' tashashmi, massa naborim farqi yo'q. Prosta sizlarga hozir ko'rsatib chiqyapman. Qanday bo'lish kerak o'zi? To'g'ri yo'l. Birinchi, mana bu o'zimnikini hisoblayapman. Qornim 85, bo'yim 42, bo'yim 183. Mana 12% yog'im aniqlandi. Shu vaznimda yozaman, faollik koeffitsiyentimni yozaman. Kun davomida men qancha harakat qilaman, qancha kaloriya ketadi. Shu narsani bilish uchun kun davomida menga qancha kaloriya kerak, men faolligimni bilishim kerak. Bu yerda koeffitsiyentlari bor ichida emas. Endi bu uzun narsa bu yerga qo'yganim yo'q. Reko'nda ko'rsatilgan. 3000 qadam yursang qancha koeffitsient, 7000 qadam, 8000 qadam, 10000 qadam, 15000 qadam, 20000 qadam hammasi koeffitsiyentlar bor. Odam birinchi faolligini ko'radi, ham umni chisi bo'ladimi, telefon orqaladimi farqi yo'q. Eng muhim bilishing kerak.
hafta davomida sen qancha ming qadam qilasan? Bir kun, например, 10 ming qadam yurishing mumkin, bir kun вообще 3 ming qadam, bir kun 7 ming qadam. Bizga eng muhimi hafta davomida o'rtacha, средний показатель, средний арифметический shu narsa kerak. Shuni aniqlagandan keyin yozaman. İtak mana menga bir kunda men 15 ming qadam yurib, shunaqa vazn bilan, shunaqa yog' foizim bilan 2800, 2900 kilokaloriya sarf qilaman. Shu men anomda o'stirmoqchiman. Mushak massamni o'stirmoqchiman. Mana menga ko'rsatkichim bor. Endi men anoman, продвинутыйman. Уже men o'zimda potensialimga, mushak massamni o'stirish potensialimga ancha yaqinlashganman. Shuning uchun menga ko'p kaloriya kerak emas. Qancha kaloriya profitni qo'yisham, massa nabor kursimda bor, Fitbody uzda hammasi chotki razbor qilingan. Uni men matematika ishlatib hammasini nima qilaman? Ko'rsatib beraman qanday hisoblash kerak profitni. Hamma odamniki har xil bo'ladi. İtak aytaylik 3000 kaloriya. Mana oqsil miqdorini qo'yaman, 1.7, 0.7 yog'lar, uglevodlar avtomatik o'zi chiqadi. Mana menga bir kunda 133 gram, 133 gram oqsil, yog' shuncha uglevod kerak mushagimni o'stirish uchun. Ko'ryapsizlarmi? Nimaga 1.7, nimaga 1.8 emas, nimaga 2 emas, hammasi massa nabor kursimda razbor qilib tushuntirilgan. Qayerdan mana bu kelyapti, qayerdan mana bu kelyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga sizlar shuncha kam oqsil yeyapsizlar? Ko'pchilik вообще ko'p yeydi. Bu trenirovka jarayoniga kelib taqaladi. Mikroshikastlanish. Biz trenirovkamizni shunday tashkillashtirishimiz kerakki, trenirovka davomida mikroshikastlanish umuman kam bo'lishi kerak. Bizda yeydigan oqsilimiz o'sishga ketish kerak. Lekin ko'pchilik mushaging yirtilsa faqat o'sadi degan 90-yildagi teoriya bilan hozir yashab kelyapti, trenirovka qilib kelyapti. Nimaga ko'p oqsil yeydi? Mana bu chempionlar, kachok akalaring ko'p oqsil yeb tarcha qiladi. Chunki fundamental fiziologiyada bilimi yo'q. Hamma o'ylaydiki, mushagimni o'stirish uchun birinchi yirtishim kerak deb. Mikroparchalanish. Shuning uchun ko'p oqsil yeydi. Ko'p miqdori birinchi shikastlangan mushakni восстановленияsiga ketadi, keyin yana amoga berishing kerak, o'sishga berishing kerak. Nima qilamiz biz ko'p oqsil yeb, agarda trenirovka jarayonida to'g'ri tashkil qilsak? Bizga mikroshikastlanish bo'lmaydi, minimum bo'ladi. Bizga ko'p oqsil kerak emas. Oqsil ko'p ancha qimmat turadi. Uglevodga qaraganda. Tvorog qancha turadi? Go'sht qancha turadi? Protein qancha turadi? Tuxum qancha turadi? Agarda grammaga uglevod bilan hisoblaydigan bo'lsak, ancha qimmat. Nima qilaman men? Shuncha pulimni просто tak bo'lmagan narsaga sarf qilib, когда men trenirovka jarayonimda optimallashtirsam bo'ldi, menga ko'p hosil kerak emas, men effektiv o'saman. Buni qilish uchun bilim kerak. Shuning uchun o'qish kerak. Qayerdan bilimni olsa bo'laman? Fitbody uzda massa nabor kursida u narsani olsa bo'ladi. Xullas tushundilaring. Birinchi qancha oqsil kerak, qancha kaloriya kerakligini bilib qolishimiz kerak har bitta odam. Yog' foizidan, kilosidan, jismoniy faolligidan kelib chiqqan holda. Просто tak u havodan olinmaydi. Shunday bo'lishi mumkin, ko'p profit qilsang, yog' ortiqcha yog' bo'lishi mumkin, yetarlicha kaloriya yetarlicha kirib kelmasligi mumkin. Keyin yurasan, nimaga mushagim o'smayapti? Nimaga men jирный bo'lib ketdim deb. Bizda maqsadimiz mushak o'stirishku, suxoy massa. Просто tak ves olish emas-ku. Mana qaranglar, bu endi meniki. Men tushunaman. Men saharlik qilaman, men iloji boricha sintezni ancha cho'zishim kerak, yuqori qilishim kerak. Nimaga? Chunki kun davomida mana bu balans, ijobiy balans bo'lishi uchun. Shuning uchun men saharlikka nima qilaman? Mana bu balamje degan narsa bor. Tvorog, jelatin, kefir, shakar bilan qilinadidagining mana chotki narsa bo'ladi. Shuni yeyman. Ichida oqsil bor, shakar bor. Biz shakardan qo'rqmaymiz. Biz любой narsa yeymiz. Bizda chunki vosita bor. Biz kaloriyasini hisoblaymiz. Hammasi chotki, всё. Любой narsani yeymiz. Biz yo'qotishdamamizmi? Любой massa nabordamam. Bez problem. Chunki bilim bor, vosita bor, всё, menda problema yo'q. Men qandaydir tupoy kachoklarda gapiga quloq solmayman. Chunki
fiziologiyada bilimlar bor. Mana shunaqa yo'nalish bo'lish kerak, shunaqa yo'l tutish kerak. Birinchi bilim olasan, sho, natija qilish problema emas. Tim bo'lib mana bu vosita bo'ladi. Xullas tushundilaring. Men shunaqa pitaniya qilamanki, tushunaman. Men kun davomida och yuraman. Meni maqsadim iloji boricha sintezni ko'tarish, cho'zish. Shuning uchun men mana bu narsani yeyman. Tvorog, oqsil nima, sut mahsulotimi biz bilamiz mana bu yerdan. Mana молочный продукты номер 1 sifat bo'yicha. Всё. Tvorog bor, bu jelatin endi mana bu qotib qolish uchun ishlatiladi. Kefir chisi massani oshirish uchun. Mana bu produktni massasini bo'limini konsistensiyasi yaxshi. Bu yerga sut qo'shsam ham bo'lardi. Lekin kefir. Plus shakar. 60 gram shakar. Nimaga? Ano bo'lsin. Дополнительный kaloriya bu glyukoza. Yarimga yarim bu shakar, yarimi fruktoza, yarimi glyukoza. Fruktoza jigarda glikogen sifatida o'tirib qoladi. Glyukoza mushaklarimiz bilan, miyalarimiz bilan glyukoza zavisimi nimalar bilan to'qimalarimiz bilan o'ziga qabul qilib ishlatadi energiya sifatida. Всё. И plus shirin bo'ladi. Всё, hammasi bor. Oqsil bor, kerakli kaloriya bor, hammasi chotki. Sintezni ko'taradi, ancha uzoq davomida ushlab beradi menga. Всё, я красавчик. Endi ko'pchilik mana qaranglar, bu yerda 87 gram oqsil, bitta yeyishimda 87 gram oqsil yeyman. Ko'ryapsizlar-a? Ko'pchilik aytishi mumkin. Nimaga 30 gramdan ziyoda hazm bo'lmaydi-ku? Bizga kachoga kalarimiz shunaqa deyishadi. Hamma любой teshikdan shunday aytishadi. 30 gramdan ziyodini yesang, всё hazm bo'lmaydi deb. Bu narsaga javob bor, ilmiy tadqiqot qilingan 23-yilda. Endi bizda kachoga kalarimiz bunaqa yondoshmaydi-ku. 90-yillardagi bilan faqatgina mana bu o'ziga o'xshagan kachoklarni Mister Olimpiya nima qilsa, shularni ko'rib yuradi. Уже давно. Ammo nima deydi? Fanga, ilmga yaqin yuradigan bolalar biladi. Oqsil qabul qilinishda anabolik javobning yuqori chegarasi yo'q. Qancha yemasang ham любой hazm bo'ladi. Mana bu yerda 25 gram, 100 gram oqsil bitta yeyishda tadqiqot qilingan. Mana juda ham krutoy исследование bu. Qondagi bu yerda infuziya qancha nimalar qilingan, spesialniy izotoplar kiritishgan. Shular orqali biopsiyadan olishgan. Xullas juda ham krutoy, sifati zo'r tadqiqot bu. Aytayapti. Анаболический ответ на прием белка во время восстановления после тренировки не имеет верхнего предела по величине и продолжительности у людей. Все, yuqori pog'onasi yo'q, uzunligi anasi yo'q, chegarasi yo'q deyapti. Более высокое потребление белка, когда синтез белка максимизирован, характеризуется подавленным распадом белка и через этот механизм приводит к большему анаболическому ответу. Aytayapti. Shunaqa tadqiqot bor. O'zi qayerdan kelib chiqqandi u massanabor kursimda bu haqida konkretni razbor qilganman. Endi sizlarga shuni aytib o'taman. Tadqiqot qilingan. O'zi 30 gram oqsildan ziyod bo'lmaydigan, ko'p bo'ladigan miqdori hazm bo'lmaydigan qayerdan kelib chiqqan? Tadqiqot qilinishgan. 30 gram oqsil yeyishgan, 90 gram oqsil yeyishgan bir yeyishda. Tadqiqot ko'rsatganki, hozir oqsil sintezi haqida gap ketadi. 30 gram oqsil bitta yeyishda sintezni, например, 100 ga ko'targan, 90 gram oqsil ham sintezni 100 ga ko'targan. Tadqiqotchilar aytishyapti, u tadqiqotda. Nima qilamiz biz? 90 gram oqsil yeb sintezi ekologiya ham bir xil-ku. 30 gram ham 100 ga ko'targan. 90 ham gram ham 100 ga ko'targan. Farqi nimada? Shuning uchun nima qilamiz biz? 90 gram oqsil biz 30 gram yeymiz, bo'ldi. Sintez anosi ko'tarishi bir xil-ku. Sintez haqida gap ketgan. Tushunmaydigan odamlar ilmiy tadqiqotni interpretatsiya qila olmaydigan odamlar aytishgan. 30 gramdan ziyod hazm bo'lmaydi degan. Bu hazm haqida emas, sintez haqida gap ketyapti.
Shuni tushunishlaring kerak. Bu tadqiqot aytayapti. Bu 100 gram yeyishgan-ku. 100 gram yeysan, sintez o'sha 25 gramga qaraganda bir xil ko'tariladi, lekin undan qo'shimchasi 25 gramdan ziyodi raspadni kamaytiradi. To есть nimani kamaytiradi? Parchalanishni kamaytiradi. Mana bu parchalanish kamayadi. Bizga shunisi kerak. Mana bu gipertrofiskiy ijobiy balans uchun parchalanish kam bo'lishi kerak. Sintezni biz уже maksimum qila olmaymiz. Sintez bizda qandaydir konstanta. Undan ziyod уже qila olmaymiz. Chiqmaydi ham. Biz faqatgina parchalanishga viloyat qila olamiz. Qanday viloyat qilishimiz mumkin? Birinchidan trenirovka programmani to'g'ri tuzishimiz kerak, mikroshikastlanish bo'lmasligi uchun. Oqsil miqdorini ko'proq yeyishimiz kerak. Maksimal darajada emas. Birinchidan biz bilamiz, bizga qancha oqsil miqdorini kerak bo'lishini biz aniqlashimiz kerak. Всё. Например, mana men 87 gram bu yoqda oqsil yeyapman. Nima uchun? Chunki men tushunaman, 30 gramdan ziyodi menga sintezni ko'tarmaydi. Lekin undan ziyodi mana shu raspad nimasini parchalanish periodini kamaytirib beradi, sintez anchaga cho'ziladi. Meni vazifam sintezni cho'zish. Ko'tarishni men maksimum ko'tardim 30 gram bilan. Lekin cho'zishni menga 30 gramdan ziyodi yordam beradi. Shuning uchun men shuncha oqsil yeyapman. Mana shu tadqiqot ko'rsatyapti. Hammasi hazm bo'ladi. Qancha oqsil yemasa hammasi hazm bo'ladi. Lekin sintez 30 gramdan keyin ancha yuqori bo'lmaydi, lekin parchalanib tushadi. Это объясняется, почему при изменении чистого синтеза белка связь между доступностью аминокислот и чистым приростом остается линейной. Qancha ko'p yesang, shuncha yaxshi bo'ladi. Lineyni, то есть yedingmi bu narsa raspad tushadi. Без какого-либо очевидного плата эффекта при более высоких уровнях доступности. Мы приходим к выводу, что не существует практически верхнего предела анаболического ответа на потребление белка или аминокислот в контексте приема пищи. То есть, anabolic javobni anosi yo'q. Yuqori chegarasi. Mana shu narsani tushunishlaring kerak. Shuning uchun qayerda internetda eshitasizlar-ku, 30 gramdan ziyod hazm bo'lmaydi. Bu bilimi yo'q odamlargina shunaqa narsani gapirishi mumkin. Ilmdan ancha yuqori bo'ladigan odamlar. Mushaklari katta bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Mana endi bildilaring. Mana ilmiy tadqiqot sifatida ancha yuqori ilmiy tadqiqot bu narsani ko'rsatdi. Endi trenirovkaga bo'ladigan mavzuga o'tamiz. Qaranglar. Trenirovka va mushak oqsilining salbiy balansi. Tadqiqotlar ko'rsatyapti. АМПК degan narsa bor. Aktivatsiya АМПК играет важную роль в ингибировании синтеза белка. Ингибирование bu подавление. Sintezni tushiradi degani. Подавлять qiladi ингибирование. То есть trenirovkani boshladingmi, любой nima qilasan-ku, qandaydir mashqni, всё, АМПК aktivatsiya bo'ladi, sintez tushishni boshlaydi deganing, raspad ko'tariladi. То есть parchalanish ko'tariladi. Trenirovka davomida parchalanish ko'tariladi. Sintez tushadi. Trenirovkadan keyingina sintez ko'tariladi. Shuni tushunishimiz kerak. Trenirovka davomida parchalanish ko'tariladi. Agarda trenirovkang noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, ko'p повтор, ko'tarimni chiqarishim kerak. Shunaqa narsalar bilan ishlaydigan bo'lsang, mikroshikastlanish ko'p bo'ladi, plus еще parchalanish. Ko'p bir bo'ladi. Qayerdan o'sish kelsin? Qayerdan o'sish kelsin? Shuning uchun mana boshida tadqiqotlar ko'rsatdik, mana shunaqa narsalar ham ahamiyatga ega. Shuni uchun ham odamlar mushak massasini o'stirib, может быть, o'smagan. Может быть, biz точно ayta olmaymiz. Chunki ilmiy tadqiqot bu narsani nima qilmagan. Aniq tadqiqot qilmagan. Biz faqatgina hozir nima gipotezami tuzishimiz mumkin. Lekin hozir biz harakat qilyapmizki, shunaqa model yaratishga fiziologiyani tushungan holda.
mushak massamizni qanday o'stirishimiz mumkin Ramazon paytida. Men sizlarga oqsil bilan bo'ladigan narsalarni ko'rsatdim. Sintez, parchalanishni ko'rsatdim. Men endi shu narsalarda trenirovka nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Tushunishimiz kerak. Силовые упражнения повышают активность АМПК, снижают фосфорилирование и синтез белка в скелетных мышцах человека. Все, tushundik. Trenirovkani boshladikmi, mashqni qilyapmizmi? Sintez ingibirovание bo'ladi, podavlyatsiya qiladi и raspad ko'tariladi. Endi mana modelga kiramiz. Hozir ikkita modelni ko'rib chiqamiz. Birinchi model iftordan oldin trenirovka. Iftordan oldin trenirovka. Qaranglar. Saharda yedik, допустим, men tvorogni yedim. Sintez ko'tarildi, ancha uzoq bo'ldi. Всё, ketdi. Nima bo'layapti? Parchalanish bo'layapti. Iftorga где-то 1-2 soat qolganda trenirovkani boshlayapman. Mana qaranglar. Mana bu optimal tuzilgan dastur, programma trenirovочный. Mana bu yerda. Optimal dastur bu noto'g'ri dastur. Mana bu qizil noto'g'ri dastur. Nimasi noto'g'ri? Mikroshikastlanishda keladi. В любом случае biz och yuribmiz-ku, trenirovka mushak parchalanishga olib keladi. Chunki всё, biz bilamiz, bizga mana bu ilmiy tadqiqot ko'rsatyapti. Trenirovkani boshladingmi, sintez tushadi. Meni vazifam shunaqa trenirovka programmasini qilishki, bu parchalanish kam bo'lsin, mikroshikastlanish kam bo'lsin, ili umuman bo'lmasin. Chunki bu ijobiy balansga, gipertrofiyaga viloyat qiladi. Ta'sirini o'tkazadi, juda ham katta ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun ko'pchilik trenirovkani noto'g'ri programmirование qiladi, ko'p podxod, achishtirishim kerak, ko'p повторение. Bu hamma narsa qanday optimallashtirish kerak? Massa nabor kursida, premium massa nabor kursida hujayra уровнida razbor qilingan. Mana shu narsani обязательно любой odam, trenirovka qiladigan odam o'qish kerak. Bir marta o'qiladi, umrni oxirigacha mana shu bilimni olib optimal qiladi trenirovkasini. Xullas, mikroshikastlanish bo'ldimi? Всё. И уже salbiy balansga olib keladi bu narsa. Oqsil miqdoring birinchi mikroshikastlanishga tiklanish uchun kerak. Keyin yana o'sish uchun kerak, lekin bu yerda parchalanish bo'layapti. Oqsil miqdori в любом случае yetmaydi. Mushak o'smaydi. Keyin aytaylik, trenirovka tugadi, iftor qilyapmiz. Endi yana ikkinchi narsasi bor. Iftor nima bilan qilamiz? Oqsilning miqdori va oqsilning sifati yana bu yerga kelib taqaladi. Agarda protein ichsak, или сухой молоко ancha arzon turadi. Kimga, например, ichi ketmasa, сухой молоко ichadi, нереально ko'tariladi sintez. Сразу ko'tariladi. Nimaga? Chunki u yerda leysin ko'p и plus незаменимый mana bu EAA aminokislotalari maksimal darajada. Shuning uchun lибо protein, lибо обезжиренное сухое молоко нереально ko'tarib beradi. Kimda soqqasi bor protein oladi, kimda soqqasi yo'q, laktoza bilan problemasi yo'q, сухое молоко optimal variant. Lekin kim bu narsani qilmasa, oddiy qandaydir iftorlik qilsa, sintez ko'tariladi, lekin uncha emas. Kim berdi o'zi ketdi. Обычно ovqat yeyiladi. 2 mahal yeydimi odam, 3 mahal yeydimi, 4 mahal yeydimi, uni o'zi rishat qiladi. Eng muhimi ijobiy balans bo'lishi kerak. То есть parchalanishdan sintez ko'p bo'lsa, всё, gipertrofiya bo'ladi. Bu asosiy. Bu sen rozadamisan, rozada emasmisan? Bu umuman mushakning o'sishiga bog'liq bo'ladigan narsa. Sintez kun davomida raspadga, parchalanishga qaraganda yuqori bo'ldimi, всё, mushak o'sadi. Lekin bu parchalanishga nima ta'sir qiladi? Parchalanishning o'zi plus noto'g'ri trenirovka, mikroshikastlanish. Mana shu narsa ikkita katta omil. Mushak o'sadimi, yo'qmi? Bitta modelni ko'rib chiqdik-a? Iftordan oldin. Ikkinchi model. Iftordan keyin trenirovka qilamiz biz siz bilan.
1 soat o'tadimi, 2 soat o'tadimi? Tak, sintezni biz qildik boshida, saharda parchalanish по-любому bo'layapti. Iftorlik qilish bilan bizda rezka parchalanish kamayatdagina sintez ko'tariladi. Bu yerda ham agarda iftorlikni protein bilan yo suxoy moloko bilan qilsak, sintez ancha ko'tariladi. Konkretni ko'tariladi. Agarda oddiy ovqat yesak, tuxum bo'ladimi u, go'sht bo'ladimi u, farqi yo'q, sintez kamroq bo'ladi. Nimaga? Chunki oqsilda sifati haqida biz uje bilamiz. Keyin mana bu yerda ikkinchi qo'shimcha ishga kiryapti. Trenirovkani boshladik. Yana agarda programma noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, optimal bo'lmaydigan bo'lsa, mikroshikastlanish ancha katta bo'ladi. Parchalanishni anosi miqdori yana ham ko'payadi. Agarda trenirovka to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, в любом случае bizda ilmiy tadqiqot ko'rsatyapti, sintez tushadi, parchalanish bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Lekin bizda uje imkoniyat bor, biz og'izda ochganmiz. Bizda vazifamiz mana bu parchalanishni kompensatsiya qilish. Qanday kompensatsiya qilishimiz mumkin? Ilmiy tadqiqot bor shunaqa. EAA aminokislotalari bor. Agarda shu EAA ni trenirovka davomida ichsak, u sintezni ko'taradi, raspad по-любому bo'ladi, lekin ikkovi bir-birini kompensировать qiladidagini raspad umuman bo'lmagandek bo'lib chiqadi. Biz uje bu orqali общий raspadni tushirgan bo'lamiz. Parchalanishni tushirgan bo'lamiz. Trenirovka davomida EAA aminokislotalarni ichsak. Bu ham soqqa turadi. Kimdadir imkoniyati bor, kimdadir imkoniyati yo'q. Lekin EAA olmasdan boshqa usulini ham qilsa bo'ladi. Masala nabor kursida trenirovka davomida nima ichish kerak degan video darsligim bor. U yerda konkretni razbor qilganman. EAA ni ham ko'rsatganman, lekin undan boshqa optimal variantini ham ko'rsatganman. Так что agarda xohish bo'lsa, bilim kerak bo'lsa, sifatli bir bilim. O'zbekistonda kamdan kam bu narsani biladigan, sizlarga shu narsani bera oladigan o'zi odam yo'q O'zbekistonda. Marhamat. Fit body o'zga kirasizlar, o'qiysizlar bir marta. Soqqalaring ketadi, lekin umringda oxirigacha shu bilimni ishlatasizlar. Agarda mana bu EAA bo'lmasa, shikastlanish по-любому. Shikastlanish mana bu yerda bo'ladi. Bizning vazifamiz shikastlanishni olib tashlash, trenirovka programmasini optimallashtirish qilgan holda. Parchalanish по-любому bo'ladi, lekin biz EAA ishlatsak, BCA emas, BCA kerak emas добавка. BCA ga pul yo'q qilmanglar. BCA da 3 ta aminokislota. EAA da hammasi 8 ta 9 ta незаменимый. Bizga EAA kerak. U masala bor kursida EAA ni imенно qaysi firmanikini olishini ham ko'rsatganman. Nimaga aynan shuni ham объяснять qilganman. Bu yerda endi bu narsani gapirmayman, menga reklama uchun hech kim to'lamaydi, shuning uchun просто EAA aminokislotalari ichlaring bo'ladi. Keyin trenirovka tugaydi, yana ham sintezni oshirishimiz kerak. Yana protein ichsak или обезжиренный сухой молоко ichsak, sintez yana ko'tariladi. Agar обычный ovqat yesak, sintez uncha ko'tarilmaydi. Mana sizlarga model. Nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda mikroshikastlanish bo'lmasligi kerak. Trenirovka programmamiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchidan harakat qilishimiz kerak trenirovkadan keyin sintezni ko'tarish uchun maksimal darajada. Bu nima qanday qilsa bo'ladi? Yo protein обычный whey yoki обезжиренный сухое молоко. Ikkinchi model. Iftordan keyin обязательно yana sifati yuqori bo'ladigan yoki whey yoki обезжиренный сухое молоко trenirovka davomida EAA yoki boshqa narsa bor, u masala bor kursimda. Trenirovka tugagandan keyin yana protein yoki сухое молоко. Agarda bizning maqsadimiz sintezni maksimal darajada ko'tarib ijobiy oqsilni ijobiy balansini ta'minlash uchun, чтобы gipertrofiya bo'lish uchun, mushagimiz o'sish uchun.
Mana sizlarga ko'rsatib berdim, qanaqa yo'llar bor, qanaqa modellar bor. Itak, yana bir marta bu narsani aytaman. O'qish kerak, bilim olish kerak. Mana massanabor kursimda qancha narsalar bor. Shu hujayra o'rnidan boshlayman. Tushuntirib beraman. O'zbekistonda 95% trenerdan yaxshi biladigan bo'lasizlar. Ne to, что yaxshi. Ancha ko'p narsani biladigan bo'lasizlar. Sizlarga kerak bo'lmaydi. Uje shuni o'qiysizlar, uje bilasizlar. Mana bu trener gapi to'g'rimi, yo'qmi? Uje informatsiyani sortirovka qilasizlar. Bu bir eng manaqa kichkina bonuslardan biri bu. Eng asosiy bonus. Bu narsani trenirovkalaringni, bor trenirovkalaringni optimallashtirish, oqsil miqdori qancha kerak, kaloriyalarni hisoblash, hammasini o'rganasizlar. Trenirovkaga oid bo'ladigan narsa, pitaniyaga bo'ladigan narsa, hammasi bor. Kelinglar, o'qinglar, bilim olinglar. Birovga qaram bo'lmanglar. Как обычно, под конец mana massanabor o'qigan kursni bolalarning gaplari. Assalomu alaykum ustoz, kursni pulni ko'rib chiqdim. Ancha savollarimga javob topdim. Gap yo'q, zo'r, yetkazib berish metodi zo'r. Trenerlarga oylab $50 pul berib ancha rasxod qildik. 500 mingga bir umrlik bilim oldik. Rahmat, od dushi. To есть mana men boshida skidka qilgan edim, 500 mingga kursni olgan edi bolalar. Hozir unaqa skidka yo'q. Ancha qimmat turadi, chunki beradigan ma'lumot 500 ming emas. U 5 millionga teng. Bitta bola bilan ham gaplashgan edim, aytdi. Qimmat deb o'ylagan edim, lekin kurs ko'rib chiqqandan keyin shu 5 millionga ham teng desa bo'ladi. Mana ikkinchisi. Yaxshi bo'layapti, darslar ham juda foydali. Turk, ingliz fitness trenerlarini ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan maqolalarni tahlil qiladiganlarni kuzatar edim. Uje bu bola o'rvini ancha anuda tepada boshqa bolalarga qaraganda. Chunki bu uje tushunadi. Kimga qarashim kerak? Mana tupoy kachoklarga emas. Mushagi katta, lekin tavsiyalari вообще 90-yillar. To есть ilmiy tomondan yondashadigan bolalarni turk va ingliz bolalarni ko'rib chiqqan. Lekin sizdan olgan ma'lumotlarni ma'lumotlarim jamlandi, miyamda o'tirdi, umumiy tushuncha zo'r hosil bo'ldi. Ketkazgan pulimga rozi bo'ldim. Biladigan narsalarim bo'lsa-chi deb o'ylovdim. Katta rahmat. Mana odam massanabor kursini sotib olgan, o'tgan odamlarning gapi. Mana bir marta soqqani sarf qildi, bilimni oldi, bularga hech kim kerak emas, men ham kerak emasman. Chunki hammasini bilib oldi. Umrining oxirigacha shu narsani ishlatadi, qo'llaydi, yaxshi natijalarga ega bo'ladi. Так что mana sizlarda ham shunaqa imkoniyat bor. Yoki harakat qilasizlar bilim olishga kursim orqali, yoki xalava beradimi, yo'qmi deb yuradi. Endi yaxshi narsa hech qachon bepul bo'lmaydi. Yaxshi narsa всегда pul turadi. Bu narsani hammamiz tushunishimiz kerak. Любой anoda sohada shunaqa. Так что shunaqa gap. Ko'rsatdim, hammasini ko'rdilaring. Massanabor suxoy massani mushakni o'stirish nima qilishimiz kerak? Ijobiy balans, asosiy narsani oqsilni, mushakdagi oqsilning ijobiy balansini ta'minlashimiz kerak. To'g'ri, sifatli oqsil manbalarini ishlatishimiz kerak. O'zi birinchi bilishimiz kerak. Bizga qancha kaloriya kerak? Kun davomida shu kaloriyalarni taqsimlashimiz kerak. Qancha oqsil kerak? Oqsilni nimasi? Miqdori sifati. Mikroshikastlanib bo'lmaslik kerak, trenirovkamizni to'g'ri qilishimiz kerak. Всё, hammasi bo'ladi, mushak o'sadi. Hammaga rahmat. Keyingi video darsliklarda uchrashguncha